Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, hurmatli kuzatuvchilar. Bugun 26-noyabr. Ko'pchilik odamlar so'rab turgan skuter narxlari bilan tanishib chiqamiz. Unda boshlayverasiz. Narxlar bilan tanishtirib. Avvalambor assalomu alaykum hammaga. Bu Amotexno do'koni. Bu yerda ko'pchilikning qiziqishini binoan olinyapti bu video. Skuterlarni so'radi dedi. So'raman Instagramda. Shunday. Bu yerda skuterlarni tanishtirib o'tsak, Vasat sportlar bor. Redline xili 16lik 5 akkumulyatorli. 50 dan 80 kilometrgacha yuradi. Narxlarga keladigan bo'lsak, Instagramdan ko'rib kelganlar uchun 4 million 300 ming so'mgacha tushib beramiz. Bundan keyingisi 20lik saka diskali 5 akkumulyatorli Dimash firmaning skuterlari. Bular 20lik razmer. Bular ham 50 dan 80 kilometrgacha yuradi. Yurish masofasi. Budan 5 million sotilib turibdi, 4 million 300 gacha tushib beramiz. Instagramdan ko'rib kelgan kuzatuvchilar uchun. Bundan keyingisi Redline yana toza kelgan Bonni firmadan Redline skuterimiz. Bular 5 akkumulyator, avtomat korobka bo'ladi bular. Bundan besatavun, yurish masofasi 100 kilometrgacha bo'ladi. Bular 6 million sotilib turibdi, 5 million 200 ming so'mgacha tushib beramiz buni kuzatuvchilarimiz uchun. Instagramdan ko'rib keldim deb aytishingizlar shart buning uchun. Buyog'indagilar bular ham toza versiya, 2-3 oy bo'lib qoladigan chiqqanlarni. Bular ham Redline 90 ga 90-12lik ballonlar, avtomat korobka. 6 akkumulyatorli. Bular 6,5 million sotilib turibdi. 5 million 400 ming so'mgacha tushib beramiz kuzatuvchilarimiz uchun. Narx bo'lgan. Realmi baho Instagramdan ko'rib keldim deb aytsa, biz ana shunday baho narx qilib beramiz. Videosini ham qo'yamiz hisobga. bo'ldi. Bular Star Stop filisi. Bular Redline hozir aytib o'tgan alternativ skuterimiz. Bu Star Stop filisi. Dizayni sal boshqa taraf. Motori, miyasi, akkumulyatorlari bir xil. Bular ham shu narxda. Bundan keyingilari ikradamlar. Bular ulkan variantlardan skuterlarimiz. 300 kilometrgacha yuk ko'taradi bular. 6 akkumulyatorli, yurish masofasi 100 kilometrgacha yuradi. Tezliklari 65 ga chiqadi bular. Tumanlar bilan jihozlangan, pechda yorituvchi. Bularning narxi 10 million so'm sotilib turibdi. 7,5 million so'mgacha tushib bera olamiz buni narx bo'lgan. Keyin bo'lak to'lash xizmatlari ham bor sizlardan. To'lashgan bor. Buning uchun nima kerak? Pasport kerak, ya rasmi bo'lsa bo'ldi. Bo'ldi. Plastik ondan narsa? Agar 6 million so'mgacha pasportning o'zidan chiqadi, 6 milliondan qimmat mahsulot oladigan bo'lsa, plastik avval qo'shtirish kerak, ya davlat ishida ishlash kerak. Bo'ldi. Faqat pasportning o'zidan 6 million so'mgacha chiqadi. 6 million so'mgacha pasportning o'zini asoslanib oladi. Bo'mizni bilan tanishtirib bersangiz. Benzinli bu. Max degan model bu. 150 kubli, tezlik 100 dan o'tadi bo'ladi, motori kuchliroq benzinli. Benzinli. Rasxodi 3 litr yuzga. 3 litr 100 kilometrga. 15 million so'm sotilib turibdi. Narx pulga bundan 1 million so'm qaytib beramiz. Arzon bahoda deb sababi 14 millionga bitadi. Arvali mototsiklda so'ragan odamlar uchun arvallarni. Gruzovoy bular 300 kilolik, 200 kilolik. Jitki tormoz ekavadan 35 lik akkumulyator bilan jihozlangan. Buning narxi 12 million sotilib turibdi. Instagram kuzatuvchilarimizga 10 milliongacha tushib beramiz. Bergisining narxi? Bergisi 10 millionlik. Bundan 1,5 million so'm qaytib bera olamiz. Bomboy aksiyalardan. Buyog'indan keyin mini skuterlar, ya'ni kichkinalar uchun arzonroq varianti bor. 4 millionlik bu 16lik prostoy xili deyiladi. Buni 3,5 million so'mgacha tushib beramiz. Bundan bir ganasi qoldi. Ulgursa olib qolishi mumkin. Arzonroq. Bundan keyingisi 14liklarga o'tadigan bo'lsak, 14likdan ham avtomat korobka, prostoy xillari bor. Avtomat korobkalar 4 million sotilib turibdi, 3 million 300 gacha tushib beramiz. Diğerler 3,5 sotilib turibdi, 3 milliongacha tushib beramiz. narxlar ham yaxshi. Bunu 16lik kontak skuterimizin avtomat demesiz. Bu 5 akkumulyatorli bo'ladi. Bular 5 million sotilib turibdi. 4 million 300 gacha tushib beramiz buni. Jitki tormozli, arkasi jitki tormoz, izgaran besadi. Bunu ham shundan. Bunu
efsanevi desadan bo'ladi. Bu oldindan keltirgan eng boshda chiqqan skuterlarimiz ana shular. Narxi 5,5 million so'm. 4 million 8 million so'mgacha naqd pulga qilib beramiz kuzatuvchilarga. Kelsangsizlar, shunday skidkadan, bo'y skidkalarda Bir narsa ketyapti. aytib o'tib ketayim. Ko'p kuzatuvchilar ham bor aramizda. Skuterni oladidan keyin Instagramdan ko'radi. Keyin Instagramdan bunday baho aytib qo'yibsiz deydi. Buning uchun Instagramdan ko'p kuzatib kelganlarga shu baho qilib bera olamizda. Shuni ham aytib o'tishimiz kerak. Aytish shart, Instagramdan ko'rib kelib, ana shu aksiyalar amalda bormi, yo'qmi? Kelsangsizlar, albatta amalda bor. Manzilimizda aytib o'tadigan bo'lsak, Madaniyat markazining ro'parasida Amutexno do'koni bo'ladi. Kelaverasizlar. Ana shunday do'kon. Center svetoforning yonindagina joylashgan bo'ladi.